Hurmatli fermerlar, bu videoda yerni qayta ijaraga berish yuzasidan bergan savollaringizga javob olasiz. Javobni Qishloq xo'jaligi vazirligining soha bo'yicha mas'ul xodimi Abduhalil Qodirov video davomida berib o'tadi. Batafsil video havolasini Telegram kanalimizdan olishingiz va YouTube kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Agar video yoqsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qishloq xo'jaligi mo'ljaligiga ijaraga berilgan yerlarni bir qismini boshqa shaxsga ijaraga berishga ruxsat berildi. Bunda o'sha ijarachilar davlat xizmatlaridan foydalanishi belgilandi. Bu foydalanish qanday bo'ladi? Bunda Vazirlar Mahkamasining 709 sonli qaroriga o'zgartirish qo'shimchalar kiritildi va ma'muriy reglament tasdiqlandi. Ushbu ma'muriy reglamentda bu yer uchastkalarining bir qismini boshqa shaxsga o'tkazish bo'yicha tartib belgilandi. Ushbu tartibga asosan ijarachilar davlat xizmatlariga tashrif buyurgan holda yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ro'yxatdan o'tgan holda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Bu murojaatlarga asosan murojaatlari Qishloq xo'jaligi vazirligining Uzdayver loyiha davlat ilmiy loyihalash instituti hududiy bo'linmasiga murojaat kelib tushadi. Bo'linma mutaxassislari tomonidan o'sha tasdiqlangan ma'muriy reglamentga asosan o'sha yer uchastka joyida borib o'rganib chiqiladi va Qishloq xo'jaligi vazirligiga xulosa olish uchun taqdim etiladi. Va Qishloq xo'jaligi vazirligining ijobiy xulosasi asosida xizmat ko'rsatiladi. Ushbu ko'rsatilgan xizmatdan keyin o'sha ijarachi o'sha yer uchastkasi bo'yicha olingan ijobiy xulosasiga asosan hujjatlarini notarial idoralarga murojaat qiladi. Bu tartib ham o'sha Vazirlar Mahkamasi 709 sonli qarorida belgilab qo'yilgan. O'sha tartibda yuridik shaxslar murojaatiga asosan notarial tartibda bitim tuzilib, o'sha qisman yer uchastkalari boshqa shaxsga o'tkazishga ruxsat beriladi. Bunda alohida e'tibor qaratish kerakki, ushbu yer uchastkalarini boshqa shaxsga ijaraga o'tkazish uchun yuridik shaxslar kamida ushbu yer uchastkasidan 5 yil davomida foydalangan bo'lishlari shart bo'ladi. 5 yildan kam foydalangan ijarachilar boshqa shaxslarga yer uchastkalarini qisman yoki to'liq ijaraga qayta ijaraga berish mumkin emas. 5 yildan keyin ijaraga berish mumkin bo'ladi. Qo'shimcha qilib aytmoqchi edimki, ushbu yer uchastkalarini ijarachilar tomonidan bitta kadastr raqamida bo'lgan konturlar yaxlitligini saqlab qolgan holda bo'linishga ruxsat beriladi. Bunda o'sha yer uchastkalarini bo'lish O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 46.1 moddasida belgilangan o'lchamlardan kam bo'lmasligi talab etiladi. Misol uchun paxta g'allachilik fermer xo'jaligi ijaraga berilgan yerlarda qisman qayta ijaraga berishda 30 gektardan kam bo'lmasligi kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'sha kadastr raqamida to'liq yer uchastkasini boshqa shaxsga o'tkazadigan bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'ridan to'g'ri notarial idoralarga murojaat qilib, ushbu yer uchastkasini boshqa shaxsga o'tkazish mumkin bo'ladi. Unda ham o'sha O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksining 46.1 moddasida belgilangan o'lchamlardan kam bo'lmasligi talab etiladi. Bundan tashqari qo'shimcha savol bo'yicha yerlarni qisman qayta ijaraga bergan fermer xo'jaligi tugatilganda ijaraga olgan shaxsga muammo yuzaga kelmaydimi? Bunda qisman qayta ijaraga olgan ijarachi fermer xo'jaligi yuridik shaxsga muammo bo'lmaydi, chunki bu yer uchastkasi boshqa shaxsga o'tkazilganda to'liq o'sha yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar boshqa shaxsga o'tkaziladi. Bunda oldingi birinchi ijaraga bergan shaxsdan to'liq vakolatlar bu yangi olgan qayta ijaraga olgan ijarachiga o'tadi. Eski oldingi ijarachida hech qanaqangi muammolar bog'liqlik narsa qolmaydi. To'liq huquqlar yangi ijarachiga o'tib ketadi. Endi soliqlarda soliq to'lovlarini qayta ijaraga olgan shaxs tomonidan olgan kunidan boshlab yangi ijarachi tomonidan to'lanadi. Eski ijarachi vakolatidan to'liq hamma narsa ketadi. Qayta ijaraga olgan shaxslar, ijarachilar avvalgi ixtisoslik qanday ixtisoslik bo'lgan bo'lsa, xuddi shu ixtisoslikda davom ettiradi. Vazirlar Mahkamasining 614 sonli qaroriga asosan o'sha belgilangan tartibda o'sha yerdan foydalanish maqsadini o'zgartirgan holda keyinchalik boshqa yo'nalishga foydalanish mumkin. Lekin olgan vaqtda, ijaraga olingan vaqtda belgilangan ixtisoslik bo'yicha foydalanishni boshlaydi.